Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarniki shu joyvat xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men mana qishki mezgillarda havoninki sovish va o'zim hukumatga Beijingdagi Shved konsulligi xat yozish, hukumat odamlar bilan gaplashish, shu ishlar bilan undan keyin qishda xizmatni ig'ir bo'lg'achqa bir mezgil parlament oldida bo'lolmadim. Ben ayolim buni ishning beshi bahordan deb mana xudo xohlasa bizninki shu 3-oyning biridan boshlab bahor kirish bilan yana o'zimniki ota onamga bo'lgan sevgi muhabbatimni aniq ifodalagan asosda va Xitoyninki vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi Shvetsiya parlamentining oldida bir tarafda ota onamniki tushuntirishi va yana bir tarafda hurmatga sazovor Pompeo efendimninki bizga chiqargan qarori va shundaqla hozirgacha qo'llab kelgan davlatlarninki bir Fransiyaniki kam qoldi. Men buni yasatgan chog'da Fransiya davlati yiga chiqmagan. Hozir Fransiya davlati e'tirof qildi. Shuni Shvetsiya hukumatiga davomli bildirish, vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'layotganligi, ota-onamninki Xitoy turmusida hozirgacha 5 yildan beri yetayotganligi, ularni ozodlikka chiqarish, hurlikka chiqarish uchun men o'sha yolg'iz kishilik namoyishini Shvetsiya parlamentining oldida yana boshlab o'tdim. Balkim haftada to'liq chiqib bo'lmasligim mumkin. Xizmatmi hozir jiddiylashib qoldi, ammo dam olgan kunlarim haftada eng bo'lmadi degan chog'da 2 kun yo 3 kun bak dam olishtirim yoki dam olishtirim to'g'ri kelgancha har kun chiqishga tirishim. Shuningga barliq qarindoshlarninki o'zinglar ko'ryapsizlar qarindoshlar, vatanparvarlik degan narsani bir yerda o'rgatmaydi yoki bir yerda dars qilib o'tmaydi. Biz nurg'un yillar Xitoyning qo'lida yashag'achqa, vatansizlik nimasida ko'p yashab ketgachga biz vatanparvarlikniki qandoq bo'ladiganini, vatanninki sevgisining qandoq bo'ladiganini shu yaqinqi yillarda bildik. Undan keyin ko'z oldimizda bizningki jahon urushlari bo'lyotdi. Shu yerda o'zininki vataniga bo'lgan qizil siziqi, o'zining tuproqiga bo'lgan qizil siziqi hech qachon Ukraina xalqi dinim yoki u bu deb chiqmadi. Qizil siziq shu ikki avtonomni mustaqil qilayotganga qarshi bo'lmaydi deb xalqi prezident chiqyapti. Bu cho'ng temalar, cho'ng davlatlar o'tirsidagi bunday narsaga kirgim yo'q. Lekin shuni misol qilgan asosda qarindoshlar, vatanparvarlik deganni Facebookda qandaqdir bir do'lqinaysaga harbiy kiyim kiygizib uni maqtab yoki u bu emas. Bir ota-onamizga bir ega chiqib, undan keyin shu hozirgi to'g'ri da'vo bizningki mustaqil bo'lishdan davlat qurishga o'tib ketdi. Men bu to'g'risida uyda naq maydon qilaman, parlament oldida bunday gaplarni qilgim yo'q. Men bu yetki odamlar bilan paranglashsam bugun shu to'lashqim bo'lmaydi-ku. Ammo shu to'lagan kunlar bo'ladigan chaqda yana davomli qoldi. Xi Jinping, fashist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fashist China, stop China genocide, stand up Sweden deganga o'xshash shuarlarimni ham davomli to'layman Shved xalqiga va Shved hukumatiga. Bir kunmi qolmay ish qilib, bir kundimi qoldirmay ota-onamning dardini, Uyg'ur xalqininki dardini anglitishga tirishiman. Hamda burunqidek maslanga burun indigenous masalalari, dunyo Uyg'ur qurultayidagi ba'zi bir yetarsizliklar, xoinliklar, qo'ymachiliklarni oshkorladim. Garchi bularninki ishplasliklari naqadar bo'lsa-mu, xalqimiz hozir uyg'ondi deyman. Facebookdami yaxshi jiq odamlar o'z oldiga maydon tiklab kommentarlarni yoza oladigan bo'ldi, so'zlay oladigan bo'ldi. Da'voninki asos jihatdan nafas yo'llari ochildi. Shuningga men bu mustaqillikdan hozir davlat qurish temasiga o'tib ketgan
yoshlarga Salih Xudoyordek, Dilyar Musobakdek o'zim demaslik yosh bolalarga rahmat aytaman. Men mushlarni bir to'g'ri yo'lboshchi deb qarayman. Kunlarning birida mushlar meni qayerga boshlasa, men mushlarninki oqidan boraman. Men garchi bu ikki tashkilotda bo'lmasammi, men bularni qo'llayman. Bularninki har vaqt Shvetsiyada masalan ishlari bo'lsa, faoliyatlari bo'lsa, men aloqalashib turib, bular bilan fidokorlik bilan qo'llayman. Yana Volkswagen'ninki namoyishlar bo'lamdi va yoki boshqa shirkatlarning oldida namoyishlarni o'rlashtiramdi. Boshqa hech kim chiqmasa, men shu narsalarni ko'tarib, shu shirkatlarning oldiga berib, mushu bolalar to'g'ri davoni, to'g'ri nishonni, to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, men mushularninki oqidan boraman. Shuningga qarindoshlar, mana ikki mo'rimizning tepidagi qapoq emas kalla, aql süzgüchimizden o'tkazib yetib bir ishlarni qilaylik. Vatan deganga ega chiqaylik. Vatan ingravatıdı. Biz bu bek jahonninki ba'zi bir cho'ng temalarga kirib olmaylik. O'zimizninki uşaq bolalarimiz darlitamlarda texi yetimalatda xalqni qo'yib bergani yo'q lagerlardan. Analar bolalardan arib etilgan, ayollar yo'ldoshlardan arib etilgan yoki ayollarni arib etgan ya bolalari qanda bo'lsa bizning boshqa hali urush bo'layotgan davlatlarga o'xshash ahvolimiz og'ir. Xalqning qo'lida qurol va xalq davlat uchun kurash qotib biz hech nima qila olmayapmiz. Shuningga qarindoshlar, Facebook sahifangizda, Twitter sahifangizda hech qanday bir siyosiy analizni, to'g'ri bo'lgan maydoningizni to'g'ri ifodalang. Yana deydiganim, meningcha bo'lsa, yana shu yoshlar yana shu har qaysi parlamentninki oldidagi davlatlarda Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan lavhalarni ko'tarib chiqib, bir yaxshi bir faoliyatlarni boshlab, qarindoshlar uyda bo'lsa-mu ota-onalarning rasmini qilib, ko'k bayroqning kayni turib bo'lsa-mu, naq maydon qilib ota-onalar ega chiqinglar. Turmada cho'nglar bekadimika yetib ketyapti. Ani qo'yib berdik-ya, mana yaxshi bo'lib qoldik-ya. Urumchilik to'saqlarni elib etibdi. Unda bo'lib qoldik-ya, bunda bo'lib qoldik-ya degan tushlarni ko'manglar qarindoshlar. Shuningga ota-onalarimizga ega chiqaylik. To'g'ri bo'lgan nishonning kaynidan mangaylik, to'g'ri bo'lgan da'voning kaynidan mangaylik. Men endi mishada shu var to'latmagandan keyin sinish shaklda turmoqchi. Bir soatdek turma, undan keyin uyga berib o'zimning qilgan boshqa ishlarim bor. Shuningga qarindoshlar, vaqtimiz unda bakmo jiq yo'q hammamizningki to'g'ri, lekin ota-onamiz uchun 1 soat uyquni kam qilsak yoki 2 soat uyquni kam qilsak yo bir chaponni kam kiysak yoki bir tal danglik markadagi telefonni kam tutsak, ashlar uchun bir narsa yozib, ashlar uchun bergan oq suti bizga singdagan ajri uchun qilaylik. Bak cho'ng millat uchun, vatan uchun yo'lboshchilar qilayotgan bo'lsa-mu, boshqalar qilamidi, mening qo'limni kelmaydi desmi, ota-onamiz uchun, urug' tuqqanlarimiz uchun chiqaylik qarindoshlar. Bir kunlarda vatandagilar o'sha ishlarni biladi. Mana o'sha 11 bitimlarmi chiqib ketdi. Nurg'un satchiliklar, nurg'un rasvochiliklar to'g'ri dunyosi borgan sir qolaylik bo'lib ketib bordi. Hamma narsa borgan sir chambarakning ichida bo'lib ketib bordi. Va butun narsa aniq bo'lib ketib bor. Ertaga o'sha narsalarningki hammasi oshkor bo'ladi. Shu chaqda sen nima ish qilganding degan bir xijolatliklarda qolmaylik qarindoshlar. Bo'ladi, mening boshqa gapim yo'q. Men unda bo'lsam yana turay va kamera ayotgan balaning jiq vaqti yo'qmish. Balag'im rahmat, Alloh rozi bo'lsin qarindishimdan. Vaqtini chiqarib misha kelib qo'yib ketganiga. Men davomli o'zimninki mishada maydonimni ifodalab turay. Ammo do'stimizning vaqti to'shib qoldi. Kamerani o'chirib o'zininki nimasiga faoliyatiga ishig'moqchi bo'ladi. Men davomli mishada turay. Qarindoshlar, qanday yo'l yo'riqlar bo'lsa, shunday ota-onasi uchun ega chiqadiganlar yoki bir faoliyat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, men bilan aloqa qilsanglar to'g'ri bo'lgan yo'lni ko'rsataman. To'g'ri yo'l o'zimning beshida o'tgan qanday hukumatlar bilan aloqalashadigan, qayerga xat yozadigan, oldi bilan qayerdan boshlaydigan, ammo shu ishlarni qo'limdan kelishicha sizlarga yordam berishga tayyor. Unda bo'lsa qarindoshlarga rahmat. Men do'stimizning mangdigan vaqti bo'ldi. Men o'zimning namoyishini qilay.